Mana eng kuchli asallarni yig'ib keldik. O'zbekistondagi eng kuchlisi kim bilan bo'lsa ham raqobatlasha oladigan asallar. Mana asalni haqiqiysini bilish uchun bunaqa qilib ko'ring, unaqa qilib ko'ring deb sinang degan odamlarga mana urib ko'ring sachramasa agar shu asal haqiqiy dedi. Mana gapiraverdim. Bu asalimiz mana tog' asali bo'ladi. Juda ham kuchli asal. Mana bu hamma so'raydigan tomoqni bo'g'ib o'tadigan asal bormi? Mana shuni bir qoshiq yesa agar o'zi bo'g'ilib qoladi. Juda ham kuchli asal. Qirg'iziston kiyiguti asali boshqa asallardan juda ham ajralib turadigani o'zini hidi, o'zini ta'mi bilan ajralib turadi. Bu oshqozonga juda ham foydali. Oshqozon, hazm qilish sistemalariga juda ham foydali asalimiz. Mana bu asalimiz tikandan olingan asal. Bu ayniqsa qabziyati kuchli odamlarda juda ham foydali asal. Ranglarini ham ko'rishingiz mumkin, hozir ko'rsatib beraman. Mana juda ham sig'imi qattiq asal. Ta'mi, hidi juda ham yoqimli. O'zi xalqimiz sevadigan asal mana shu bilan. Ko'pchiligiga ta'mi yoqayotgan asalimiz cho'lga yoqlardan olingan asal. Bu oilaviy iste'molga juda ham ajoyib asal. Ta'mlari ham o'zgacha. Dastavka xizmatimiz O'zbekiston bo'yicha bor. Do'konga kelsanglar agar 20 xildan ziyod asalimiz bor. Uni yeb ko'rib, ta'mini olishingiz mumkin.